Assalomu alaykum hammaga. Biz navbatdagi ko'mir atoq ishimizni bitirib topshirdik. Biz hozir Xonqa tumani Navoiy qishlog'i Alisher Navoiy ko'chasi 239-uydamiz. Doniyorning uyida. Yandan gelişinizde Xonqani ikkinchi quruvundan o'tib to'g'riga 400 metr yursangiz 10 qo'lda birinchi aylamadan to'g'ri kelaverasizlar. Birimiz ham 4 kun elde boshladik. Bugun bitirib yoqib qizdirib topshirdik. Bu uyimize ketken hamma narsa materiallarni o'zlarimiz bilan ekib, yoqib, qizdirib, uyni topshirib berdik. Uyimizda общий 186 bo'lga duralmi materiallarimiz ketdi. 43 metr 32ligimiz, 48 metr 25, 28 metr steklik 20lik turbamız, 5,5 metr mo'llik 130lik turbamız ketdi. Kartonumuz esa 4 kitap o'zlarimizda ishlab chiqarib turgan samodelniy kartonimizdan o'rnatildi. Bu birinchi batareyamiz. Uyimizda общий 10 yana batareya qo'yildi, 12 torchka bo'ldi. Birimiz zalimiz 4'e 7 ekan 27 etib qo'yib berdik. Avamiz sal so'qroq bo'ladi dedi. Şu an kattaroq etib razmeridan sal kattaroq etib qo'yib berdik. Bu birinchi batareyamiz. Batareyalarimiz 580 tur alyumin. Bataryalarımız, kraneklerimiz 20'lik Amerikanka, rossiyskiy latun kraneklerimiz 90 gradus büküp üzerine rezve olup anlatıp verdik. Bu birinchi bataryamiz. Bunda ise ikinci bataryamiz. Bu yol yan tarafımızdan giraveriş. Yanımızdan giraveriş, geri yerimize 22'lik birini koyup verdik. Bu ikinci bataryamiz. Avratçalarımız ise pulunu teyinden izolasiya giyizib tortib o'tirib berdik. Hech bir şey etmeye kaldı. Bu ikinchi bataryamiz. Bunda ise 3. 4. bataryalarımız. Birimiz Cidolan ekan bir 6,5'a 4 ekan. 13'ten geri 2 aynı antena birini tasarruf berganmiz. 3. 4. bataryamiz. Bunda esa 5. bataryamiz. Birimiz 5 ekan. Avamiz sal razmerdagi tarqatib qo'yib beraveradi. Uchun 15 etib qo'yib berdik. Bu 5. bataryamiz. Yo'ldan suqlari döşlerimiz döşüsü. Dört santi. Divarlar sık 4 santi. Bu 5. bataryamiz. Bunda ise 6. bataryamiz. Birimizden şu 3,5 5. Birimizden şu 15 etib o'rtacha bo'lgani hisobına 15 net koyup verdik. Bu 5. bataryamiz. Bunda ise 6. bataryamiz. Birimiz 4'e 5 ekan, sal kattaroq bo'lgani o'zini 20 etib qo'yib berdik. Döşlerimiz duruyor. Bu 6. bataryamiz. Bunda ise 8. bataryamiz. Birimiz kuxniy. Birimiz ham shu 3,5 5 15 etib birini qo'yib berdik. Bu 8. bataryamiz. Bunda ise 9. bataryamiz. Birimiz garaj ekan. Keyinchalik o'tiradigan etib qo'llab taxlaydigan, shuning uchun 23 etib 2 kere qo'yib berganmiz. Bundan 10'u, bundan 9. bataryamiz. Endi kat yolunu göstereyim sizlere. Bunda kat yolumuz.
Katyonumuz özlerimizde işlep çıkarıp duran 4 kitaplı Samadinli katyonumuz. Borularımız 130'luk bulundu 5,5 metre. Bellerimiz hem izolese gizip vergenimiz. Yanımızda ventilatör, nasuz, keyin 32'lik kranikimiz. Belimiz hem izolese gizip verdik. Kranikimizi eldene iki yan tarafına 32 Amerikanke koyup verdik. İçinde ise kranikimiz iştapsa almashtırıp yine joyuna koyalım. Nasuzlarımızı elden hem şu taleplere binoan ünlüyesi aytkanlık sebebine kranik koyup verdik eldene. Katyonumuz 75 gradus. Yanışı katyonumuzu. Uyumuza kol hakkı material hem menersesi bilen 37 milyon son pul bulundu. Keyin kommentariyada beriladigan savol her doimgidek shu rasxod. Rasxod ağalar yaxshilarga qarab 30 kilodan 60 kilogacha. Og'izlarga yaxshi qarab bo'ladi. Siz kuzatib boringlar. Kanalımıza abone olup rivaz için like basıp kommentariya kalır isten çıkmasın. Bu videonu ise gömrel tapıya ötür isteyin durgan yakınlara jo'natib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. E'tibor uchun rahmat.